Hala. Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, ko'ryapsizlar, reydlar hozir rosa qattiq bo'lyapti. Hamma yo'qda har kun. Aka-ukalarimiz bitta narsani guvohi bo'lyapman. Hozir uchastkovilar har bittasi o'zini rayonida yuribdi, kvartiralarni tekshiryapti. O'sha kvartirada necha kishi yashayotgan bo'lsa, o'sha kvartirada registratsiya bo'linganmi, bo'lmaganmi, o'sha narsalarni tekshiryapti. Sizlarga maslahatim, yashaydigan joyingizga registratsiya qilishga harakat qilinglar. O'sha kvartirada yashayapsizlarmi, xo'jayin bilan dogovor qilib turib, o'sha kvartiraga registratsiya qilinglar. Kundan kunga hamma narsa legalizovat bo'lyapti hozircha. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun kimda kim dokumenti nima deydi, bo'lmasa, biron joyda xatoligi bo'lsa, tezda to'g'rilab olinglar. Chunki hammani chiqarib yuboryapti bez dokument, даже malenkiy narusheniyasi bilan. Hammaga rahmat, videoni davomida ko'ramiz, hammaga tarqatamiz. Bitta podpiska, bitta like. Hammaga rahmat.